Nasiya savdo. 9.000 ga bitta mashina oldim, 1000 qo'yib sotmoqchiman, demak 10.000 ga sotaman. Bu naqd pulga bo'lsa 10.000 ga sotaman. Endi bitta odam kelib 3 oyda pulni beraman dedi. Men unga 2000 qo'shib, endi 3 oyda bersang 12.000 ga beraman deyman. Bu ribomi? Ayrim odamlar aytadi ribo deydi. Sababi o'zi 10.000 ga sotmoqchi edi, endi 12.000 berishligining sababi boyagi berilayotgan 2 oy 3 oy muhlat. Shu muhlatni bergani uchun pul qo'shib oladi. Bu ribo deydi. Bu ribo emas. Buni Hanafiylar ham, Shofiylar ham va jumhur ulamolar ribo emas deb aytadi. Chunki ribo qachon ribo bo'ladi? Ribo pul beradi sizga, shu pulni olayotganda ko'paytirib oladi. Bu ribo. Endi men sizga mol beryapman, mashina beryapman. Shu molim sizning qo'lingizda, ya'ni 9.000 pulim 3 oy, 4 oy turganligi hisobiga men foyda qo'yapman. Bu nasiya savdo deydi.